20-aprel kuni ham xudo xolasa mashinamizni akaga baraka qildik. Aka qayerdan kelgandingiz? Toshkent. Akam Toshkentdan kelibdilar. Shu trekker mashinamiz qanday bo'ldi? Aka ma'qul bo'ldimi? Ma'qul bo'ldi. Elsizni trekker mashinamizni xudo xolasa akaga baraka qildik. Aka boshiga qancha to'lov qildingiz? 30% to'lov. 30% boshlang'ich to'lov qildingiz, ha? Xo'p, shundayda qancha muddatga bo'ldi? 20 oyga 3 dollardan bo'ldi. 503 dollardan 20 oyga bo'ldi. Xudo xolasa, aka to'lovlarni vaqtida qilasiz. Bizani qaysi ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib keling? Telegram ham, Instagramda ham bor sizlar. Ikkalasi ham. Sizlarni shu tashkil topganda men kuzatyapman desam ham xato qilmayman. Eldor aka rahmat, mana barisi to'g'ri ekan, mana chiqib olib ketyapmiz hozir. Bu qanday aka? Banklar aralashdimi? Qanday bo'ldi aka? Yo'q, banklar aralashgan yo'q. Umuman bank aralashmadi. Hammasi notarius, notarius hammasi shu yerdan yerdan bitta. bitta, mana shu yerdan. Mamnunmisiz aka bizning ishlarimizdan? Rahmat. Aka mashinalar buyursin. Sizlarga ham rahmat, hammalaringga, xodimlarga. Alloh rozi bo'lsin aka. Ko'zimdan ko'rib turibman, birontalarga hali bir abet yo bir o'qiganlar, o'tirganlarni ko'rmadim. Lekin klientlar ham keldi, lekin Klientlar ham keldi, o'shanga yarasha. Chunki bizda aka mashinalarni arzon qo'yamiz, klientlarning talabiga qarab imkon qadar qo'limizdan kelgancha sharoit qilib berishga harakat qilamizda. Aka mashinalar buyursin. Xudo xolasa bundan yaxshilarini ham mining, bundan kattalari ham nasib qilsin. Yaxshilik kunlaringizga mining. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, albatta menga murojaat qilasiz va like, podpiska esdan chiqmasin.